Hammaga assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqamiz. Xo'p, Vazirlar Mahkamasi bu ijro etuvchi organ hisoblanadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida eng katta, eng kuchli ijro etuvchi organ bu Vazirlar Mahkamasi. Agar esinglarda bo'lsa, biz 8-sinfda hokimiyat bo'linish prinsiplarini o'tganmiz. Unga ko'ra bizda 3 ga bo'linadi. Birinchisi bu qonunchilik, ikkinchisi bu ijro va uchinchisi bu sud hokimiyati. Demak, shu 3 ta hokimiyatni bugun biz bitta eng kattasini ko'rib chiqamiz. Eng kattasidan bittasini ko'rib chiqamiz. Vazirlar Mahkamasi. Xo'p, Vazirlar Mahkamasi bu kollegial organ hisoblanadi. Ya'ni bu ular O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyot, ijtimoiy, ma'naviy sohalarni samarali faoliyat yuritishini nazorat qiladigan, rahbarlik qiladigan, ya'ni o'sha sohalar ishlashini ta'minlaydigan organ hisoblanadi. Endi aytib o'tdim, ijro etuvchi organ deb. Endi Vazirlar Mahkamasi shu O'zbekiston Respublikasidagi barcha ijro etuvchi organlarga rahbarlik qiladi. Endi qaranglar, O'zbekiston Respublikasida ijro etuvchi hokimiyat organlari qaysilar desangiz, birinchisi bu. Ya'ni shu O'zbekiston Respublikasidagi respublikanskiy, ya'ni respublika ijro etuvchi organlariga kimlar kiradi, qaysi organlar kiradi deydigan bo'lsak, vazirliklar, qo'mitalar, inspeksiyalar, agentliklar. Demak, mana shu 4 ta organ kirar ekan. Testda mana shu narsa tushadi. Siz ijro etuvchi organni nimadan 8-sinfda o'qiganingizda hokimiyat, Kengash narodных deputatov bergani u bo'lmaydi. Hokimiyat bular respublikanskiyga kirmaydi. Respublika ijro etuvchi organiga vazirlik, qo'mita, agentlik, inspeksiya kiradi. 4 tagina subyekti bor. Endi bizda kerak bo'ladigan narsa bu Vazirlar Mahkamasi faoliyatining asosiy prinsiplari. Ya'ni Vazirlar Mahkamasi o'z faoliyatini aynan qaysi prinsiplarga asosan olib boradi. Birinchisi, inson hamda fuqarolarning huquqlari erkinligini ta'minlash prinsipi. Ikkinchisi, kollegiallik, ya'ni kollegiallik. Uchinchisi, hokimiyat tarmoqlarining bo'linish va hamkorlik prinsipi. To'rtinchisi, ochiqlik. Beshinchisi, shaffoflik va 6-si eng birinchi o'rinda konstitutsiya va qonunlarning ustunligi prinsiplari. Vazirlar Mahkamasini shu nimasi faoliyati bilan bog'liq prinsiplar hamisha tushib kelgan. Bu yo'lga ham tushadi. O'sha uchun juda ham e'tiborli bo'lasizlar. Endi bizda Vazirlar Mahkamasini shakllantirish tartibi bor. Vazirlar Mahkamasini kim o'zi boshqaradi? Vazirlar Mahkamasini bosh vazir boshqaradi. Bosh vazir qanday qilib, qanday usulda saylanadi? Demak, bosh vazir nomzodini Prezident Oliy Majlisga ko'rib chiqish uchun taqdim qiladi. Oliy Majlis ovoz berish orqali saylaydi. Vazirlar Mahkamasining ichidagi boshqa shaxslar, ya'ni boshqa mansabdor shaxslarni prezident taqdim qiladi nomzodlarini. Oliy Majlisni Qonunchilik palatasi saylaydi. Ministrlarni prezident saylaydi. Bu joyga e'tiborli bo'lasizlar. Ishonchsizlik votumi bor. Ishonchsizlik votumi bu nima? Premier ministr, ya'ni bosh vazir o'z faoliyatini to'g'ri boshqarmaganda, to'g'ri ishlamaganda, qonunchilikka qarshi ishlaganda, Oliy Majlis tomonidan unga ishonchsizlik votumi e'lon qilinishi mumkin. Qaranglar, ishonchsizlik votumini kirgizish uchun Oliy Majlisni deputatlari, senatorlarini 3 dan 1 qismi голосовать qilish kerak, ovoz berish kerak. Ya'ni taklifni kiritish uchun. U taklif qabul qilinishi uchun 3 dan 2 qismi nima bo'lishi kerak? Голосовать qilishi kerak, ya'ni ovoz berishi kerak. 3 dan 2 qismi masalan ovoz beradigan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasini bosh vaziri o'z nimasini tugatadi, faoliyatini tugatadi va bosh vazir o'z faoliyatini tugatsa, bilamiz, nima bo'ladi? Qolgan vazirlar ham nimasi tugaydi, faoliyati tugaydi va qayta Oliy Majlis Vazirlar Mahkamasi uchun nimalar bo'lib o'tadi. Endi biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan narsa bu 36-modda Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonunning 36-moddasi, ya'ni Vazirlar Mahkamasi hujjatlarining turlari. Vazirlar Mahkamasi 2 ta turdagi hujjatlarni chiqaradi. Birinchisi bu qaror, ikkinchisi farmoyish. Boshqa turdagi hujjat chiqarmaydi. Shu narsaga e'tibor qilinglar. Xo'p, qarorlar va farmoyishlar kim tomonidan imzolanadi? Albatta prezident emas, bosh vazir tomonidan imzolanadi. Qaror bu normativ huquqiy hujjat hisoblanadi va u ommaga e'lon qilinganidan keyin, ya'ni ommaviy axborot vositalarida chiqarilgandan keyin kuchga kiradi. Ya'ni
nimada ommaviy axborot vositasida chiqarildi, shu kuni kuchga kiradi. Farmoyish shu bosh vazir imzolaganidan kuchga kiradigan nima hisoblanadi? Hujjat hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasi bilan asosiy joylari shu. Sizlar yana qarashingiz kelgan, kerak bo'lgan joylari nima deydigan bo'lsanglar, bu albatta vazifalari, ya'ni masalan, bosh vazir qanday vazifalarni bajaradi? Bosh vazir Vazirlar Mahkamasini to'g'ri faoliyatini ta'minlaydi, boshqaradi. Shunga o'xshagan nimalarni yodlashingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasini o'ziga keladigan bo'lsak, Vazirlar Mahkamasi bu do'stlar, o'zimni tilimda, sizlarning tilingizda tushuntiradigan bo'lsam, bu ijro etuvchi hokimiyat, ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi chiqargan qonunlarni O'zbekiston Respublikasida ishlashi har xil yo'nalishda, ya'ni yoshlarga oid siyosat yoki rivojlanish yoki shu har xil boshqa davlatlar bilan bizning hamkorliklarimiz polностью politikani Vazirlar Mahkamasi olib boradi. Vazirlar Mahkamasi shu har xil vazirliklardan iborat. Bu ta'lim vazirligi bo'lishi mumkin, sog'liqni saqlash vazirligi bo'lishi mumkin. Bularning hammasini o'zini vazifalari bor. Ya'ni qaysidir sohalarning ichida shu O'zbekiston Respublikasi qonunlari ishlashi, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining huquqlari himoyalanishi, huquqlari bo'lishini ta'minlaydigan, qaraydigan, qonunlar ijrosini ta'minlaydigan organ bu Vazirlar Mahkamasi hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasini sizga konstitutsiyamizda ham bor, bilasiz. Vazirlar Mahkamasini konstitutsiya bilan bog'liq bo'lgan joylarini ham yodlab olamiz. Bu qonunni mana shu sizlarga hozir tushuntirgan joylarimni ham juda ham yaxshi yodlab olishinglar kerak bo'ladi. Chunki imtihonda mana shunaqa joylar tushadi. O'quv dasturida Vazirlar Mahkamasini ichidan kerakli joylar shu deb berilgan, ya'ni o'quv dasturining ichida Vazirlar Mahkamasi mavzusi berilgan. Kitobni ochadigan bo'lsak, mavzuga doir joylari, kerakli narsalari aynan shu. Qolgan joylari suv. O'zi bilasizmi, Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonun 10 ta bobdan iborat va 55 ta moddadan iborat ekan. 55 ta modda. 55 ta moddani hammasini sizlar yodlaganlaringdan yodlay olmaysiz ham, birinchidan. Ikkinchidan, yodlaganlaringdan foyda yo'q. Faqat kerakli joylarini yodlanglar. Men tushuntirgan joylar. Boshqa joyni bitta o'qib chiqing. Faqat menga ishonib qolmang, o'qib chiqishingiz kerak bir qator. Men keyin tushuntirganimni yodlab, yozib, daftarga tep qilib olasiz. Hammaga rahmat, kattakon salomat bo'linglar.